Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Sodiq 001 kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Oldindan yozib qoldiringlar. Necha kun yasha olayman. Ana oxirisini ko'rib olib, keyin yozmanglar. Tidak biarkan. Hozircha limon tirani o'ldirib keyin oluvni yuz qilib kelaman. Voy do'stlar, hozir sal qoldi o'lib ketishimga. Mana shu bo'rini oldidan o'tib nima boryapman? Kerakda. Kami bitta emas, ikkita tiqib olganman. Anta yana bo'riga o'tdi. Voy. Evet. Hop. Hop. Şöyle duralım. Hop. Böyle. Hop. Okey. Mana endi bitta qoldi. Bitta qoldi. Endi men yana olovni siqib kelsam, keyin bemalol qolaman. Menga повезло bo'ldi, что olimdan ko'mir chiqib qoldi. Uгол. Rostdan повезло bo'ldi do'stlar. Buni men hozir o'tinga tashlamayman, ya'ni olovga tashlamayman. Men buni hozirga ko'rsataman nima qilishni. Bugunni shunda olib, faqat o'g'ilni tashlaymiz bu yoqqa. Do'stlar qaranglar. Shundoq qilsanglar 5 ta, bittasini o'zdi, ikkinchisida 10 ta, uchinchisida 15 ta. 20 ta. Shuni olib kelib bu yoqqa qo'yaman. Endi har doimgidek aytganimdek bolani oldiga fanar tushdi do'stlar. Endi ketdik. Sig'gan ovqatlarni olaman. Bundoq qo'rib, shuni olib ketsam yetadi. Endi menga quyon oyog'i kerak. Voy do'stlar, menga повезло bo'lyapti. Men ol. Hozir endi ana shu qo'rqanim. Shuni olib turib, men senga deb kopyon olsak, bemalol endi ovqat tayyorlayman.
Endi ovqatlarni borib olib kelib 4-ni urven qo'ysam, keyin unaqaga boraman. 4-bolani oldiga. Keyin agar yonimdan almas chiqib qolsa, almasga shundoq kirib ketaman. Hozir mana steak olib ketamiz. Bo'ldi. Endi olovni 100 qilib 2-chi bolani oldiga borib, 2-chi bolani oldiga borgandan keyin almas qidiramiz. Almas topgandan keyin aytgancha biz anaqa ham qurishimiz kerak. Nima edi? Ana karta. Shunda osonroq bo'ladi. Bizga yana kerak bo'ladi bu. Ya'ni kompas. Do'stlar, yana bizga 15 tada 9 6 ta kerak. Mana 100%. Lan nima dedim do'stlar? Aytdim-ku. Shundoq kelib bu yoqqa ikki qo'ysak, shundoq kelamiz deb yozganda, bundan bundoq qilib tashlasak, 5 tada 3 ta. Endi salachuncha bizilni qidiramiz. Bizing ko'mir. Omadim kelib qoldi. Boshqa videolarimni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Yana bir bor omadim keldi. Ko'mirga ham do'stlar, уже kechqurun bo'ldi. Lekin do'stlar, men уже 15 minutga yaqinlashib qoldim. Shuning uchun 15 minut bo'lgandan keyin ikkinchi qism olaman. Sразу ola qolaman. Uchinchi qismni 6 ta podpischik kelgandan keyin qo'yaman. Uchinchi qismni hozir mana 11 ta podpischkim bo'lsa, 17 ta podpischik kelgandan keyin sizlar bilan shu o'yinning 3-qismini olamiz. 3-qism lekin boshidan hamma narsani eslab, mana hozir bu 2 ta qism, lekin bitta qism deb turamiz-da. Birinchi qism bo'ladi. Birinchi qism 2 ta bo'ladi. 2 ta videodan. Shunaqa qilib ketaveramiz. Chunki men aytmoqman, telefonda o'ynayman. Telefon o'ynagandan keyin 15 minutdan ko'p mumkin emas deydi. O'shaning uchun buni bitta qism bo'ladi. 2 marta ko'rishsanglar bo'ladi. Hozir bu 15 minut bo'ladigan. Sizlarga olaman yana bitta. Bu уже ikkinchi qism bo'ladi. Shunaqa ko'p qismli bo'lishini xohlasanglar, shuncha mehnatimga like bilan obunani bosib qo'yinglar.
Menimcha hozir o'yim 100 bo'lsa, qancha ikkinchi bolani qutqarishga shu ko'rsata olaman. Yaxshi ko'rsanglar Roblox deylar. Anaqa ko'proq Roblox o'ynang yoki FK Mobile o'ynang. Roblox desanglar obuna bosinglar. FK Mobile deganlar like bosinglar. Shundan bilib olaman. Kimga ko'proq FK Mobile, ya'ni futbol yoqadi. Kimga Roblox. Voy do'stlar, ishlar xavfimiz bo'lsin. Ana shu yerga voy, men kelmayotgan uchun mashina boshlayman. Mana bitta qoldi, men shuni o'ldirsam bo'ldi, уже ikkinchi bola qutqarib. Vay. Noch prижит dedi, ya'ni kechqurun bo'lyapti dedi. Men hozir bolani olib tez survormasam mana shu yerda qolib ketaman. Voy do'stlar, fanar yaxshi ham bor. Anaqa qilish oson emas-da, fanarmish yo'q. Shuning uchun menimcha ikkinchi qismda o'sha qo'yaman. Yana birinchi qismda ham ko'rasizlar bo'larmancha. Mana ikkinchi bola endi bizga o'tinlar kerak. O'tin quramiz chunki yaqin atrofda. O'tin 5 ta, temir 6 ta kerak. Nega temir ko'proq o'tin emas desanglar, chunki anaqani ochishga nima edi? Men buni qilishga 5 ta o'tin, bitta temir kerak. Buni o'zi 5 mana nima edi? Voy do'stlar, yana bitta kerak. Yo, ikkita. Shuni bu yoqqa tashlasak, buni bundoq hali anaqa yo'q, bittagina temir bo'lsa ham. Endi bitta temirni 5 tami, sraz 5 ta, 6 tami qilib olsam, hozir agar men birinchi bitta topib, keyin yana 5 ta topadigan bo'lsam, birinchi ochib, bunaqasida men 2 marta borib kelishim kerak bo'ladi. O'shaning uchun biratolasi 6 ta qidiraman. O'zimda men hamma shunaqa qilsa kerak, siz ham shunaqa qilgan bo'larmidinglar? Noto'g'ri qolsam desanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men xatoimni tushunib, yaxshi zo'r qilib olaman. Yo, yaxshi desanglar, kommentga prosta yozmanglar bo'ldi. Prosta.
bo'pti. Ikkita общий